Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, Yoshlar telekanalida Rostini ayting tok shousi. Azizlar, bugun sizlar bilan 2025-yilda madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish yo'nalishidagi islohotlar haqida gaplashamiz. Azizlar, islohotlar haqida gaplashishdan avval qo'limga telefonga aynan bu mavzu ekanligi kelgandan keyin yonimda bir hamrohim aynan madaniyat sohasida ekan bu safar ko'rsatuvimiz deganimizda ashulachilik, musiqachilik yoki aktyorlik bilan cheklanib qolgan ekan. Demak, tomoshabinlarni, ishtirokchilarni mutlaq madaniyat deganda faqat ko'zini o'ngi shunaqa narsa keladiganlarni ogohlantirib qo'yishlik uchun, ularga ham qaysidir mana tushuncha berishlik uchun biz maxsus ekspertlarni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men savolni ro'yxatdan tashqari boshlamoqchiman. Nega bizni jamiyatimizda madaniyat tushunchasi, madaniyat sohasi to'g'risida gaplashamiz. Tek faqat musiqa, qo'shiqchilik, aktyorlik chegarasida to'xtaladi. Madaniyat aslida madaniy meroslarimiz bor. Mana shu narsa haqida kengroq nega targ'ib qilmagan madaniyat sohamiz? Sabab. Albatta bu biz ham eshitganmiz bu savollarni. Ko'pincha shunaqa e'tirof ham bo'ladi. Bizga ham aytishadi, sizlar faqat konsert qilasizlar-yu deydi, tadbir qilasizlar-yu deydi. Lekin sohani ichiga kirib kelgandan keyin ozgina eshikdan shuni ochib bunday boqqanda o'ttiga qilinayotgan ishlar, ya'ni nafaqat konsert tomosha o'tkazish, balki har bitta muassasa, ya'ni madaniyat sohasida faoliyat yurituvchi alohida yo'nalishlar bor. Bu teatr sohasi, sirk sohasi, kino sohasi qolaversa, bizning xalqaro yo'nalishda o'zini qiyinchiliklari, o'zini shartlari, masala, muammo va unga yechim qilishga harakat qilayotgan xodimlarni ko'radi. Vazirlik va uni tizim tashkilotlari tomonidan qilinayotgan ishlar orqali shu qarashlarni, g'oyalarni butkul o'zgartirishga harakat qilyapmiz. Madaniyat vazirligi deganda faqatgina konsert tomosha emas. To'g'ri, bu yo'nalish ham bor, chunki bu bizning asosiy milliy urf-odatlarimiz. Buni hech qachon tark eta olmaymiz, hech qachon undan voz kecha olmaymiz. Aynan 2025-yilda biz to'laqonli bir yorug' yuz bilan biz madaniyat sohasida mana bu narsalarda islohot qila oldik deya oladigan sohalar haqida gaplashsak. Bilasizmi, so'nggi mana shu yil davlatimiz rahbari tomonidan aynan san'atkorlar bilan, shoirlar bilan, yozuvchilar bilan juda ko'p uchrashuvlar bo'ldi va ko'p qonunchilikka ham yangiliklar kiritildi. Aynan islohotlar deganda oldin nima yo'q edi-ku, nimalar kiritildi, nimalar o'zgardi aynan madaniyat sohasidagi islohotlarni sanab bersangiz marhamat. Hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz qarorlariga ko'ra Madaniyat vazirligi huzurida yagona madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. Mana bu narsa avval bo'lmagan vazirligimiz tizimida va shu o'rinda shu bilan bir qatorda bizani mana shu madaniyat vazirligini, mana shu O'zbekistonni jahon hamjamiyatida ham o'rnini o'z o'rnida topib boryapti. Bu narsa nima bilan izohlaymiz? Masalan, kuni kecha UNESCOning navbatdagi sessiyasida qo'biz ijrochiligi, qo'biz yasash va qo'biz ijrochiligi va o'tov yasash bilan bog'liq bilim va ko'nikmalar UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kirdi. Bu degani nima degani? Bu degani albatta butun dunyoda ham o'zbeklarni urf-odatlarini, nomoddiy madaniy merosini tan olyapti degani. Bu narsa hozirgi paytda O'zbekiston agar reyting deb hisoblaydigan bo'lsak, O'zbekiston ham ancha yuqori pog'onada o'z o'rniga ega. Buni faqatgina 2025-yilda emas, balki mana shu 4-5 yil davomida bir tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, aynan 2025-yilda bu islohotlar yanada bir jonlanib, o'zini bir namoyon qila oldi desak bo'ladi. Birgina masalan teatr sohasini inobatga olib qaraydigan bo'lsak, bunda teatr ijodkorlari ham ijodiy tomondan, ham moddiy, ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlandi. Bunda eng avvalo barcha uchun qiziqarli bo'lgan, chunki san'atkorlarning oylik maoshlari kam degan nimalar bo'ladi. Teatr ijodkorlarining oylik maoshlari 2025-yilning o'zida 2 marta oshirildi. Va undan tashqari ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, ya'ni dramaturglar bo'ladimi, yosh rejissyorlar bo'ladimi, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida yosh dramaturglar uchun Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Yosh rejissyorlarimiz uchun esa Bahodir Yo'ldoshev nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Va so'nggi yillarda masalan 4 tami 5 ta
teatrlar tashkil etilib, masalan, maqom shu paytgacha maqom spektakli degan tushunchani hech kim eshitmagan edi. Mana maqom Marg'ilon shahrida maqom musiqali teatri tashkil etildi va shunaqangi bir chiroyli sahna asarlari bilan chet ellarni zabt etib kelmoqda bugungi kunda. Shu bilan birgalikda barcha sevib teatrga boradigan Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatriga akademik maqomi berildi. Bu barchasi teatr ijodkorlarini qo'llab-quvvatlashdan namunadir. Hurmatli ekspertlar, navbatdagi savoldan oldin diqqatingizni ekranga qaratsangiz. Marhamat. Yurtimizda davlat siyosati an'anaviy san'at va hunarmandchilikni asrash, tiklash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz xalqaro maydonda ham madaniy nufuzini oshirdi. Xususan, 2025-yilda 9 ta davlatda O'zbekiston madaniyat kunlari hamda O'zbekistonda 3 ta davlatning madaniyat kunlari o'tkazildi. Yaponiyada Expo 2025 Butunjahon ko'rgazmasida O'zbekiston milliy pavilyoni oltin sovrinni qo'lga kiritdi. Samarqandda UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasi bo'lib o'tdi. Qadimiy va boy tariximizni dunyo hamjamiyatiga va kelajak avlodga yetkazish maqsadida poytaxtimizdagi 4 gektar maydonda O'zbekiston Milliy muzeyi qurilishiga start berildi. Yil davomida Navruz sadolari 11-xalqaro festivali, 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivali, 63-xalqaro gullar festivali, xalqaro hunarmandchilik festivali tashkil etildi. Hududlardagi madaniyat muassasalari moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Madaniyat muassasalari byudjet mablag'lari hisobidan 3345 dona milliy musiqa cholg'ulari, 700 dan ortiq yoritish va ovoz kuchaytirgich moslamalari hamda boshqa texnik uskunalar bilan ta'minlandi. Madaniyatni saqlash millatning o'ziga xosligi va tarixiy iltizlarni himoya qilish uchun zarurdir. U insonlarga o'tmishdan meros qolgan urf-odatlar, san'at, til va qadriyatlarni yo'qotmasdan kelgusi avlodlarga o'tkazish imkonini beradi. Agar madaniyat saqlanmasa, jamiyat o'z-o'zini yo'qotishi, ma'naviy qashshoqlikka duch kelishi va globallashuv jarayonida o'zligini yo'qotib qo'yishi mumkin. Madaniyatni rivojlantirish jamiyatning innovatsion va kreativ o'sishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda bir savol bermoqchiman teatr sohasida. Tomoshabinlarga ham qiziq baribir, sizda bu ma'lumot bor. Umumiy birinchi savolim shundayki, teatrga bo'lgan odamlarni qaytara oldikmi? Albatta. Bu teatrga tomoshabin nima uchun kelmaydi? Yaxshi spektakllar bormi degan savollar bugungi kunda o'zini dolzarbligini yo'qotdi desak bo'ladi. Chunki agar tomoshabin istasa, o'zimizda aholi, xalq istasa, teatrlarimizda istagan mavzuda, istagan janrdagi spektakllarimiz bugun bor. Masalan, 41 ta davlat teatri faoliyat yuritadigan bo'lsa, 1000 dan oshiq yangi sahna asarlari bor. Har yili masalan 160 dan ortiq spektakllar sahnalashtiriladi. Demak, odam qaytara oldik. Albatta. Mana shu savol ketdidan keyin bo'layotgan tarixiy obidalarimiz, teatr sohalarimiz qaysidir ma'noda, qaysidir jihatda O'zbekistonning imiji uchun, xo'p milliyligimiz, xo'p madaniyatimiz, tafakkurimiz uchun xizmat qiladi, lekin haligi imiji uchun, qolaversa iqtisodiyot uchun qandaydir hissadormi yo'qmi? Bu islohotlar. Bu madaniyat sohasini rivojlantirish nafaqat madaniyatni o'ziga, balki boshqa siz ta'kidlab o'tgan boshqa yo'nalishlarga ham bevosita ta'sir qiladi. Xususan, qisqacha ma'lumot bermoqchiman. 17-21 yillar davomida xorijiy davlatlarni 20 ta xorijiy davlatda O'zbekiston madaniyat kunlari tadbirlar tashkil etildi. Bu nafaqat gala konsert, balki taqdimot, ya'ni rasmlar ko'rgazmasi, undan tashqari hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmasi, milliy taomlar, gastronomik turizm salohiyatini namoyishi. Bu albatta xorijiy mahalliy aholini O'zbekiston madaniyati, urf-odatlari, uni turistik salohiyati to'g'risida ularga qo'shimcha ma'lumot berdik. Bu albatta hamkor tashkilot, o'sha turizm qo'mitasi yoki hunarmand uyushmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirlar. Buni natijasi nima bo'ladi? O'zbekistonga boshqa xorijiy davlat mahalliy aholini qiziqishi ortadi. Qanaqa davlat ekan? Chunki oldin chet elda o'qiganman, Xitoy Xalq Respublikasida ta'lim olganimda o'sha qaysi davlatdansan desam, O'zbekiston desam, Pokiston derdi.
misol uchun bilmasdi, lekin ming qatla shukur hozirda davlatimiz rahbarini olib borayotgan tashabbuslari natijasida hamma jahon hamjamiyati O'zbekiston nomini bilyapti va O'zbekistonga kelyapti. Buni nimalarda ko'ramiz? O'zbekistonda tashkil etilayotgan xalqaro tadbirlar, bu o'sha investitsiya yo'nalishi bo'ladimi yoki sanoat yo'nalishi bo'ladimi, transport, savdo yoki madaniyat yo'nalishi bo'ladimi, undan tashqari O'zbekistonga tashrif buyurayotgan xorijiy, mahalliy emas, xorijiy turistlar sonining tobora ortib borishi, bu o'sha siz aytayotgan madaniy meros obyektlariga bo'lgan e'tiborni o'sha ularni rekonstruksiya qilish, ularni saqlash, ular natijasida qolaversa ularning targ'iboti, madaniy tadbirlar natijasida O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortmoqda. Yana bitta fakt aytaman, ruxsat bersangiz, o'tgan yili Xorazm viloyatining Xiva shahrida xalqaro Lazgi raqs festivali bo'ldi. Undan tashqari Jizzax viloyatining Zomin tumanida xalqaro maqom festivali bo'ldi va qolaversa hammamizga tanish Samarqand shahrida Sharq taronalari xalqaro musiqa va san'ati festivali bo'ldi. So'nggi Sharq taronalari festivali bizda shunaqa natijaga erishdikki, 83 dan ortiq xorijiy davlat va xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etgani. Bizda tarixda hali bu natija ko'rsatilmagan. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana yaqinda bo'lib o'tgan oktyabr-noyabr oylarida Samarqand viloyatida tarixda birinchi marta, umuman butun dunyoda, O'zbekiston tarixida emas, butun dunyoda birinchi marta UNESCO tashkilotining o'sha 43-sessiyasi aynan O'zbekistonda bo'ldi. Bu sessiya faqatgina o'sha bitta davlatdan boshqa davlatga chiqmagan. Bu tarixiy natija. Qolaversa, u davlatda o'sha sessiya doirasida madaniyat vazirlarining eng katta tarkibi ishtirok etdi. Bu o'sha tadbir o'zini darajasini, qanchalik balandligini va muhimligini ko'rsatib berdi. Va shu o'rinda yana bitta narsa aytmoqchiman. Men o'zimni o'sha tadbirda shaxsan ishtirok etganim uchun aytaman. UNESCO bilan bir qatorda Buxoro viloyatida xalqaro zamonaviy san'at biennallisi bo'lib o'tdi. Bu nima deydi? Bu biennale haqida nima deya olamiz? Bu biennale bizning milliy madaniyatimizni yangicha talqin qilish desa, yangicha ko'rsatish, yangicha targ'ib qilish desa mubolag'a bo'lmaydi. Saudiya Arabistoni podshohligining madaniyat vaziri Samarqandga keldilar. Bizning madaniyat vazirimiz bilan uchrashuv bo'lgandan keyin iltimos qildilar Buxoroga borishga. Nimaga desa, biennaleni ko'rmoqchiman dedilar. Bu birinchi faqatgina bitta odam emas, balki deyarli hamma rahbar xodimlar, ya'ni kim o'sha boshqa davlatlarning madaniyat sohasini rahbarlari Buxoroga tashrif buyurib, o'sha Buxoroda tashkil etilgan biennaleda ishtirok etishdi. Bu ham juda katta yutuq. Bu juda ham katta tadbirlar, chunki ijtimoiy tarmoqlarga kirsak ham hali Sharq taronasi xalq biennale ijtimoiy tarmoqlarni to'plaridan pastga tushmayotgan edi. Xorijliklar ham butun O'zbekistondan lol qolgan holda juda ham ko'p o'zlarining maqolalarini, postlarini, rasmlar ketma-ketligini joylashdi. Lekin bir achchiq haqiqatga yuzlanamiz. Bu hech qaysi bir tadbir O'zbekiston davlati tomonidan homiyliksiz, ya'ni pul mablag'i ajratilmasdan qilinishning iloji yo'q. Agar bir kun emas bir kun bizni madaniyatimizga pul ajratilmay qo'yilsa, madaniyatimiz yashab keta olarmikan? Bu savolingizga 100% ishonch bilan ayta olaman, madaniyatimiz bemalol yashab keta oladi. Biza bitta narsa tushunaylik, iltimos, madaniyat deganda faqatgina konsert, bayram yoki teatr emas. Siz ko'chada ketayotganda sizga qo'l ko'ksida salom berishi bu ham madaniyat aslida. Uyda ota-onalar kelganda o'rnidan turishi yoki otasi gapirganda hayqib sal cho'chishi bu ham madaniyat aslida. O'zidan yoshi kattalarga baqirib gapirmaslik bu ham madaniyat aslida. Tarbiya, madaniyat, urf-odat desak, jami hammasini yig'ganda aslida madaniyat. Shuning uchun hozirda muhtaram yurtboshimiz tomonidan bizga shuncha e'tibor berilayotgan ekan, bizning asosiy vazifamiz shuncha imkoniyatdan foydalangan holda hozirgi madaniyatimizni yanada boyitish, yanada, chunki bizda unutib borilayotgan narsalar ham ko'p-da. Masalan, milliy maqom san'ati oldin yo'q edi, hech kim eslamasdi, hech kim bilmasdi. Hozirda maqom xalqaro festivali tashkil etildi, ikkinchi marta o'tdi. Undan tashqari maqom markazi tashkil etildi vazirlik huzurida. Umuman maqomga hozir boshqacha e'tibor beryapti. Men misol uchun aytayman. Qolaversa nomoddiy madaniy meros deb aytdilar. Nomoddiy madaniy meros bilan moddiy madaniy merosni
qisqacha aytib ketaman. Moddiy madaniy meros bu siz aytib o'tgandek turistik obyektlar, ya'ni Samarqanddagi Registon, o'sha har xil tarixiy binolarimiz, lekin nomoddiy madaniy meros bo'lsa, bu qo'lda ushlab bo'lmaydigan. Ya'ni o'sha qaysidir harakat, qaysidir anaqa masalan musiqa xalqning urf-odatlar, bular og'zaki ijod, xalq og'zaki ijod, bular nomoddiy madaniy meros. Bu ham UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro'yxati mavjud butun dunyoda. Va hozir aytib o'tdilar, mana shunaqa ro'yxatga kiritildi deb aytdilar, ma'lumotlarni kechirasizlar. Bu oddiy gap bilan o'tib ketadigan emas-da. Buni orqasida katta mehnat, harakat turibdi, chunki xalqaro tashkilot bilan ishlaganda, hamkorlik qilganda, ularga tushuntirganda, bu bizning urf-odat, hamma tarixini, anaqasini, uni kelib chiqishini tushuntirib keyin u ro'yxatga kiritish, xuddi UNESCOga bizning Registon qanday kirgan bo'lsa, qanday kiritilgan bo'lsa, misol uchun, bular aytayotgan urf-odatlarimizdan kiritilish xuddi shunaqa mashaqqat, xuddi shunaqa jarayondan o'tadi. Faqat hamma narsamiz zo'r bizani. Hamma narsamiz yaxshi bizani. Hozir eshitib tursam, hamma narsa zo'r ketyapti. Hozir ko'rsatdim, mana shu nuqtasigacha tomoshabin, boshlovchilar o'zini odamni chaqirganmi degan fikr kelmasin. Menga bitta savolga javob beraylik. Kecha 10 yil, 15 yil oldin sizni o'rningizda o'tirgan odamlar qilmagan nima ish qildinglar? Maqtanish bo'lib qoladi-ku. Ya, endi eshitdik-da, nima maqtanish bo'ladi? Odamlar tekshirib oladi o'zi bu narsalarni. Qarang, yana bittasi. Teatrga qorni och odam borib tomosha qila olaydimi? Qornimiz to'yg'iz deydigan fikrlar bo'ldi. Shuning uchun kelinglar, hozir eshitib mana shu nuqtaga keldim, bizni ko'rib turganlar va biz madaniyatimiz eng ideal degan fikrga kelib qoldi. To'g'ri, qilinayotgan ishlarni e'tirof etamiz, tan olamiz, lekin kamchiliklarimizni ham aytaylik, xatolarimizni ham aytaylik. Marhamat. Erishgan yutuqlarimizni qaysi birini inkor qila olasiz? Albatta mavjud muammolar bor. Men shuni ham gaplashaylik dedim. Mana oxirgi yillarda mana shu muammolarni hal qilish uchun davlatimiz rahbarining qarorlari, hukumat qarorlari qolaversa, barcha normativ huquqiy hujjatlar mana shu muammolarni yechishga qaratilgan bo'lib, siz aytganingizdek boyagi tomoshabin muammosi, masalan, bitta teatrda tomoshabin muammosi hozir yo'q. Chunki 4 millionga yaqin tomoshabinni qamrab olgan bo'lsak, jalb qila oldik. Oldin faqat teatrlarning o'zida biz tomoshabin kutib o'tirgan bo'lsak, bugun teatrlarning o'zi chekka hududlarga chiqib gastrol safarlarini, ko'chma spektakllarni tashkil etishyapti. Ana shu gaplariga bir isbotni aytaman. Hozirgi kunda nafaqat davlat teatrlari, balki xususiy teatrlar ham juda ham ommalashgan va ular bilasiz, agar foyda bo'lmasa, hech qachon o'z xususiy teatrini tadbirkorlar ham, san'atkorlar ham yurg'izmaydi. Bugun mana siz bilan teatr sohasida gaplashyapmiz. Teatrni bugun eng qalbini tubigacha og'ritayotgan muammosi nima? Shu haqida eshitaylik. Tomoshabin jalb qila oldik, lekin tomoshabin sifatida madaniyatini o'stira oldikmi? To'g'ri aytasiz, hozir bugungi kunda tomoshabinlarimiz o'zimiz jalb qila oldik deb ko'ksimizga urishimiz mumkin, lekin tomoshabin teatrni qabul qila olyaptimi yoki shunga saviyasi yetadimi degan savol doimo kundalang bo'lgan. Bugunda ham bizani ko'nglimizni sal ranjitadigan joyi shu. Chunki tomoshabinlarimizni majburiy tarzda, masalan, vazirlik idoralar bilan hamkorlikda ishlanyapti-da, uyushgan holda teatrga olib kelyapmiz. Lekin qachonki biz o'z xohishi bilan kassalardan bilet olib kira olsagina, biz o'shandagina biz o'zimiz oldimizga qo'ygan natijaga erishishimiz mumkin. Yana shu bilan birga biz Madaniyat vazirligi faqat davlat teatrlarini nazorat muvofiqlashtiruvchi tashkilot sifatida nima qiladi, lekin xususiy teatr studiyalari ham shunaqa tashabbus bilan chiqishyapti. Davlat teatrlari singari xususiy teatrlarni ham qo'llab-quvvatlansa degan bir tashabbus bilan chiqishyapti va e'tirozlar ham bo'lyapti. Nega nodavlat teatr studiyalari chetda qolib ketyapti degan. Shu nimani muammoni biz barham qilish uchun endi qadam tashlandi. Bu yil bitta nodavlat teatr studiyasiga, ya'ni Qoraqalpog'istonda joylashgan Muza teatr studiyasiga davlat buyurtmasi asosida buyurtma berildi. Demak, bu yilgi yangi yildan boshlab, 26-yildan boshlab natijalarni kuzatsak bo'ladi. Albatta. Abduvosit aka, bu sonni oshib boradi. Abduvosit aka, ana savolingizga sekin-astalik bilan ochilishni boshlashdi. Xo'p, muammolar endi hamma sohada ham bo'lgan, lekin albatta bosqichma-bosqich bu muammolar yechimini topyapti. Boya gapirib o'tdingiz, o'sha avval qilinmagan narsalar nimalar qilindi? Masalan, mana shu 25-yilda bizning institutimiz tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirildi-da, avval amalga oshirilmagan edi bu narsalar. Hurmatli prezidentimiz, masalan, nomoddiy madaniy meros deyapmiz. Bu albatta
har bir millatni o'zini urf odati, xalq og'zaki ijodiyoti bo'lmasa, u millatni millat deya olmaymiz. Xo'p, o'shaning uchun mana shu hozirgi paytda hurmatli prezidentimizni 405-sonli qarorlari ijrosi bo'yicha respublika bo'yicha 20 ta noyob yoki yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan nomoddiy madaniy merosni saqlovchilari 20 tasi saralab olindi. U qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, balki dehqondir, balki o'qituvchidir, agar o'zida o'sha noyob nomoddiy madaniy merosni saqlayotgan bo'lsa, Madaniyat vazirligi tomonidan o'sha 20 ta saralab olindi. Ularda har oy 5 million so'mdan rag'batlantirib borish. U bir vaqtning o'zida o'sha o'zini kasbi bo'yicha shug'ullanaveradi. Ularga ozgina qo'yilgan masala bor. O'sha o'zida saqlayotgan nomoddiy madaniy merosni xalqning ichida targ'ibot ishlari bilan ozgina shug'ullanadi. 3 oyda 3 ta mahorat darsi o'tadi. 3 ta mahorat darsi o'tadi. Masalan, deylik, shanqovuz chalish. Buni ham endi kimlardir faqat televizorda ko'rgan, to'g'risini aytish. Yoki Navro'z bayramida eshitamiz. Xuddi shunaqa. Ana o'sha o'zini saqlovchi, o'sha chaladigan, nima deydi, saqlovchilar nomoddiy madaniy merosni targ'ib qilish uchun 3 oyda 3 ta mahorat darsi o'tadi, xalqning ichiga kirib. Targ'ibot ishlari bilan shug'ullanadi. 3 oyda bir marta targ'ibot konsertini beradi. O'zlaridan shogird yetishtirib chiqish kerak, kelajak avlodga qanday bo'lsa shunday qolishi uchun. Va amalga oshirayotgan ishlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylab boradi. Avval shu narsa yo'q edi. Hozirgi paytda shu narsa amalga oshirilyapti, yo'lga qo'yildi tizimli. Siz soha mutaxassisiz, mendan ko'ra sizda yaxshiroq baza bor. Mana shu muammoni bo'sag'asida turibman. Agarda mana shu muammo ham yechilganda edi, biz yana rivojlanardik. Bitta taklif bo'lardi. Endi balki bordir. Masalan, chet eldan nima deydi, turistlar keladi. U balki fransuzdir, balki boshqa davlat vakili, xullas. Kelganida u o'zbekcha tushunmaydi. Lekin biz o'sha biron bir Toshkent shahridagimi yoki boshqa hududdagi teatrga olib tushganimizda, misol uchun o'tgan kunlar yoki boshqa spektaklga tushganida fransuz o'shani fransuzcha eshitsa, spektaklda. Inglizcha eshitsa, ruscha eshitsa shuni. Tushunsa, ya'ni tushunib tomosha qilsa. Ha, u masalan hozir katta Bu texnik tomonlama amalga oshiriladigan. Masalan, hozir rivojlangan davlatda yashayapmiz. Hamma o'sha texnika, hamma narsani iloji bor. Mana shu narsani agar yo'lga qo'ysak, yaxshi bir yechim toparmidi? Ana shu kelgan fuqaro u yevropalik bo'ladimi, qat'iy bo'lishidan qat'iy nazar, bu narsani tushunib uyga borib gapirib bersa, uni farzandlari voyaga yetgandan keyin O'zbekistonga qiziqish bilan keladi. Ular ham. Bu taklifingiz uchun katta rahmat. Keyingi savolimda ilova siz orqali bularga o'tmoqchiman. Ya'ni qanaqa savol bermoqchimanki, Turkiya davlatiga borganimda Istanbulda ertalab mehmonxonadan chiqib 8:30 da bordim. Originalligi, ya'ni qadimiyligi uchun qiziqib bordim va 14,5 soat xohishonmay hamma bilan birga, har qanaqa davlatdan kelgan odamlar bilan birga o'sha yerdagi muzeyga kirish uchun kutdim. Men o'zimni qahramon deb his qilsam, bir o'zbek aytdiki, 2 sutka kutgan ekan. Bizda biron bir madaniy merosimiz bormi? Chet eldan kelib mana shu darajada kutishadi. Bizni ham muzeylarimizda u yerdagi kabi juda ham qimmatli bo'lgan, qiymatli hamda qimmatli bo'lgan san'at asarlari saqlanadi. Bor bunaqa manzillar va so'nggisi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchi edim. Yaqinda tashkil etildi Toshkent shahrida, Shayxontohur tumanida Xalqaro islom sivilizatsiya markazi. Bu oddiy misol, bu muzey. Yaqinda mamlakatimizda Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon davlat rahbarlarining uchrashuvi bo'ldi. Shu konferensiya, shu sammit doirasida Markaziy Osiyo madaniyat vazirlari va Ozarbayjon madaniyat vazirini bizada qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu tarixda birinchi marta bo'ldi va biz hamma vazirlarni o'sha islom sivilizatsiya markaziga olib bordik. Va olib borganimizda shunaqa biz xuddi siz aytganingizdek o'ylovdik, hozir bemalol kirib ketamiz, hech kim bo'lmaydi, hech kim bezovta qilmaydi. Odam baribir bo'lmaydi deb o'yladi. Ishoning, bizni olomonni ichida adashib qolishimizga sal qoldi rahbarlar. O'zimizning fuqarolar qiziqish bor. Nafaqat o'zimizning fuqarolar, balki xorijiy fuqarolar. Siz aytayotgan yosh kategoriyasida emas, yosh. Aynan meni yoshimda, sizni yoshingizda, o'rta yoshli. O'rta yoshligilar shunaqa
qiziqish bilan ko'ryaptiki, bu yerdagi nafaqat bu majmua yangilik, ya'ni zamonaviylik va o'sha bizani tariximizni mujassamlashtira oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xuddi shunaqa maskan Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Sovetskiy muzeyi bor. Undan tashqari o'tga juda ham odamlar qiziqadi. Masalan, Qoraqalpoq odamlar nimaga boradi desak, faqatgina Oroldagi 4 ta kemani ko'rish uchun emas, balki asosiy qismi aynan Sovetskiy muzeyini qanaqa ekan, chunki Sovetskiy muzeyi jahonda mashhur. Kelishadi odamlar, shuni ko'rishga borishadi. Ko'rdim ommaviy axborotlarda, haqiqatdan qiziqarli. Bu tajriba bo'ldi qaysidir ma'noda. Biz nimalarga e'tibor bersak, mana shunday nuqtalarni A, B, V nuqtalarini tashkil qilsak, yana xorijdan qiziqish ortish va islohot qilyapmiz deb ko'ksimizga ursak bo'ladi. Bunda Sovetskiy muzeyi Tretikovka bilan deyarli bir pog'onada turadi xorijiliklar o'rtasida. Shunchaki paytida Sovetskiy muzeyiga katta e'tibor berilmaganligi uchun u kichkina bir muzeycha va faqat buni qadrlaganlargina kelib ko'rar edi. Hozir uni eshiklari ochib. Endi keyingi beradigan savolim shundan iboratki, aynan Ozodbek Nazarbekov o'tirganlaridan keyin madaniyat vaziri bo'lib, bu yillar davomida ommalashdi va davom etib kelyapti va eng chekka qishloqlarda ham madaniyat karvoni degan tizim uyushtirildi va biron bir san'atkorni faqat televizorda ko'rib taniganlar bemalol kerak bo'lsa xalq artistlari ham borish imkoniyati bo'ldi. Bu qanchalik jamiyatni, ya'ni xalqni ehtiyojini qondiryapti va opa ham aytdilar, teatrlar ham boryapti dedilar. Bu qanday ijobiy natijalar beryapti. Bu ham qaysidir ma'noda islohot. Bugun maqtansak bo'ladigan islohot. Bu albatta xalq bilan o'sha kerak bo'lsa davlat siyosatini, taniqli san'atkorlarni o'sha yaqinlashtiryapti. Chekka hududlarda kerak bo'lsa o'sha o'zini hududidan Toshkentga kelmagan insonlar ham bo'lishi mumkin, lekin san'atkorlarni ko'rganda hayajon bilan bir konsertiga tushib, birga rasmga tushib yashagisi keladi. Yanada mana shu davlatimiz siyosatidan minnatdorchilik tuyg'usi ichidan kechinmalar o'tadi. Yana buni bir yaxshi tarafi, avvallari mana shunaqangi katta tadbirlarda san'atkorlar ham to'g'risini aytganda shundoq nima deydi, taklif qilinardi, xizmat qilinardi. Ha, men shaxsan o'zim ishtirokchi bo'lganman bog'larda, mana shunaqa sayllarda xizmat qilganmiz va moliyasiz. Bugun o'sha konsertlar, ya'ni madaniyat karvoni o'sha viloyatlar, qishloqlarda bo'layotgani tomoshabinlar uchun tekin. To'g'rimi? Davlatimiz tarafidan to'ldiriladi u narsalar. Va lekin ishtirok etgan, tomosha qilayotgan san'atkorlarga haq to'lanadi. Sizlarga to'liq xizmat qilishga majbur ular chunki haqqini olishadi. Albatta hozirgi kunda o'sha hurmatli prezidentimiz xizmat qilayotgan san'atkorlarni ham rag'batlantirishigacha yechim topib berdi. San'atkorlar ham nima deydi, qaysidir hududda agar madaniyat karvoni bo'ladigan bo'lsa ham labbay deb borib xizmat qilib, chiroyli xizmat qilib qaytyapti. Avval bu narsalar bo'lmagan haqiqatdan. Men juda ham xursandman, ekspertlar sizga rahmat demoqchiman. Ko'rsatuv yakuni emas bu. Nega? Biz rasmiyatchilikdan qochdik ko'rsatuvning ikkinchi qismida. Odamlar tushunadigan qilib gaplashyapmiz. Yana bir savol, bugun o'sha tarixiy obidalarimiz haqida, teatrlarimiz haqida gaplashdik. Yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda chet el fuqarolarini, ya'ni turistlarimiz oqimi haqida gaplashtirdik. Bugun bizni madaniyat sohamiz u qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar rivojlangan va o'sha top darajada deymiz yoki yaxshi reytingda turgan madaniyatli davlatlar bilan qandaydir bir hamkorlik qilib fikr almashishyaptimi ular madaniyatdan, shu haqida ham gaplashaylik. Bizga balki qaysidir ma'noda ular, men buni nima aytaman, ular ham o'rganishi mumkin bo'lgan narsa. Adashmasam Fransiyada edi, Munojot yo'lchilar borishdi va o'sha yerdagi fransuzlarni, tomoshabinlarni ko'rganimda men hayratlandim, chunki ularni bizni madaniyatimiz, bizni san'atkorlarimiz hayratlantira oldi. Liboslari bilan, raqslari bilan, ijrolari bilan, demak, ularning oqimini ham yo'l ochdi. Biz fikr almashib, tajriba almashayotgan holatimiz haqida gaplashaylik, marhamat. Yaqinda bo'lgan tadbir haqida gapiraylik. Xitoyga O'zbekistonda Xitoy madaniyat kunlari bo'lib o'tdi. Toshkent va Samarqandda. Biza Xitoy bilan muzokara olib borayotganimizda Xitoy madaniyat va turizm vazirligi bilan boshda rejalashtiruvdik, faqatgina bitta shahari. Yo'q dedi, ikkita shaharda qilaylik, iltimos dedi. Biza hamma o'sha xarajatlarni o'zimiz qoplaymiz. Umuman muammo bo'lmaydi. Delegatsiyani tashrifi, undan tashqari mehmonxonasi, bizda faqat tashkiliy masalalarda yordam bering, iltimos dedi. Xo'p dedi va Toshkentga keldi.
va Samarqandda bo'ldi va bahonada Samarqandga kelganda Samarqanddagi tarixiy obidalarida ularga tashrif buyurdi. Ya'ni kim nafaqat san'at vakili, balki turist sifatida ham kelib ketdi O'zbekistonga. Bu bitta fakt. Qolaversa, yana bitta ma'lumot, UNESCO o'sha 43-sessiyasi doirasida Samarqand viloyat musiqali drama teatrida Slovakiyani Luchniца jamoasi ansambli bilan bizani o'sha legendarniy, o'sha afsonaviy bahor raqs ansambli hamkorligida qo'shma konsert bo'ldi va e'tibor bering, iltimos, mazkur konsertga Slovakiya prezidenti shaxsan tashrif etdi. Prezident darajasida bizni tadbir qila olyapmiz. Aynan madaniyat yoki boshqacha aytgan bo'lardim, o'sha prezident darajasida ularni qiziqtira olyapmiz. Ha, shunaqa desa to'g'ri bo'ladi. Men nima demoqchiman? Undan tashqari qisqacha xalqaro yo'nalishda biza hozirda dunyoning deyarli barcha mamlakatlari bilan, ayniqsa qo'shni davlatlar, SNG, Janubiy Sharqiy Osiyo, Yevropa, hattoki Amerika bilan ham o'zimizning hamkorlik loyihalarimiz bor. Chunki O'zbekiston o'zini Markaziy Osiyoda siz ta'kidlab o'tganingizdek, tarixiy madaniy meros obyektiga eng boy davlatlardan bittasi. Bizdagi unaqa tabiat, bizdagi tarixiy obidalar jamlanmasi deylik, jamlanmasi desak Markaziy Osiyoda deyarli yo'q. Va e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, internetda ham chiqib ketdi. Jeki Chan kelar ekan. Xitoy o'sha Gollivud afsonasi o'sha qozoq film bilan hamkorlikda O'zbekistonda ham o'sha Daspexi Boga degan o'zini anaqasi bor, filmi bor. Mashhur sikvellardan bittasi va o'shani yangi qismini O'zbekistonda ham olishi mumkin degan taklif hozir. Bu ham zo'r taklif. Hozir Azizaxon savol berishlaridan biroz aytib o'taman. Bu yerda gapirilayotgan manzillar, tarixiy obidalar, teatrlar va boshqa ya'ni tarixiy narsalarimiz boshqa davlatlarni rahbarini qiziqtira olgan ekan. Men tomoshabinlarga bir narsani aytmoqchiman. Bizda dengizga qiziqib, bizda o'rmonzorlarga qiziqib, bizda baland binolarga qiziqib emas, bizni tarixiy madaniyatimiz borligi uchun biz odamlarni jalb qila olyapmiz va turistlarni jalb qilyapmiz. Bitta iltimos, buni faqat ehtiyot qilishimiz kerak. Gaplarga tasdiq ravishda so'nggi paytlar kinematograflar, sinematograflar, reklamachilar va klipmeykerlar tomonidan ko'proq O'zbekiston tanlanayotganini aniq bilaman, chunki O'zbekiston havosi qolgan qo'shnlarimizga nisbatan ancha mo'tadil va narx-navo jihatidan ham ularga ancha qulayroq ekan. Shu sababdan ko'pincha qo'shni Qozog'istondan ham klipmeykerlar kelib, aynan bizda o'z kliplarni suratga olishyapti. Keyingi savolimizga o'tamiz. Avvallari Abduvoz aka eslasangiz, jonli ijro juda ham nodir bo'lib qolgandi. Topish qiyin bo'lardi. Uncha-muncha xonanda jonli ijroda qo'shiq ham aytmasdi. Chunki mindiz ko'p kirib kelardi bizga. Hozirgi kunda har ikkinchi konsert, har 3tadan 2tasi deyarli jonli ijroda deb e'lon qilinyapti. Katta jamoalar bilan yana. Ha, yana katta jamoalar bilan va jonli ijroga davlat tomonidan rag'batlantirilyapti ham. Jonli ijroni ko'paytirish sabab bu rag'bat bo'ldimi yoki xalqimizni o'zini madaniyatga bo'lgan kattaroq e'tiborimikin? Bilib qoldimi fonogrammani xalq? Tushunib qoldimi? Endi bu joyda ikkala jihatini ham to'g'ri deb bilsak bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zbek xalqini jonli ijroni qadrlashida va farqiga borishida va hozirgi paytda o'sha iste'dodli yoshlarga katta sahnalarni ishonib berishimizda ham. To'g'risini aytganda avvallari nima 10 yildan oshiq biz fonogramma eshitib yurgan paytimiz hech narsani farqiga bormaganmizmi? Borganmiz, o'sha paytda ham eshitganmiz-ku indamasdan. Konsertga pul to'lab kirganmiz. Azizaxon, shunaqa mohir san'atkorlar bor ediki, fonogramma bildirmasdi. Shunaqa o'xshatib ijro qilishardi. Avvallari o'sha iste'dodli xonandalar ham o'zini tanitish uchun homiy topib, endi bir qancha pul sarflaydigan bo'lsa, hozirgi paytda mana ovoz loyihasi, artist loyihasi, mana shuni o'sha tashkillashtirib iste'dodli yoshlarga katta sahnani berib qo'yyapti va shu orqali tanilib ketayotganlar bir qanchasi ko'p. Tomoshabinni o'zi ham o'ziga nima kerakligini anglashni boshladi. Bu o'z-o'zidan keltirib chiqaradiki, san'atkorlarda ham bir katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki fonogramma bilan jonli ijroni farqini tomoshabin bilyaptimi? Demak, tomoshabinni aldab bo'lmaydi. Biz teatr desak hozir bu jamiyatga teatr to'g'risida gaplashamiz. Eski ot arava, bitta yirtilgan cho'pon
va bir abdasta ko'rinadi ko'zimiz oldiga. Sahnalarimiz aksariyat holati shunaqa bo'ladi-da. Misol uchun teatr. Lekin zo'r gap aytdilar ular. Bugun biz rivojlanishimiz kerak, monitorlar qo'yishimiz kerak, sahnada olovlar yonishi kerak, odamlarni jalb qilish uchun. Mana shunaqa kamchiliklar hozir bartaraf qilinganmi? Teatrlarimiz bugun texnik tomonlama tayyormi? Bizda faqatgina davlat budjeti mablag'lari, ya'ni madaniyat vazirligini o'zi mablag'lari doirasida teatrlarimiz nima deydi, qo'llab-quvvatlanmasdan, balkim butun teatrlarimizning barchasi do'stlar klubi doirasida hamkor tashkilotlarga biriktirilgan. Hozir savolingizni bir javobi sifatida mana yaqin kunlarda O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatrida bir spektakl qo'yildi. Bunga yoshlar klubi innovatsiya vazirligi bilan hamkorlikda ular faoliyat yuritishadi. Adashmasam shu 3,5 milliardlik bir texnika olib berishgan. Bu bilan moddiy texnik bazasini rivojlantirishgan. Shu bilan yaqin kunda mana Madaniyat vazirligi xodimlari farzandlariga spektakl namoyish etishdi. Aynan o'sha texnikadan foydalanishdi. Yuqorida ta'kidlab o'tishda men alohida yana teatr sohasi vakillariga murojaat qilgan bo'lardim. Tizimiga bugun tomoshabinlarga nimalarni va'da qila olamiz, qaysi manzillari deganimizni bular aytib o'tdilar. Teatr masalasida mana qishki ta'tildamiz qaysidir ma'noda bolajonlarimiz uchun, kattalarimiz uchun nimalarni bemalol taklif qila olamiz va uyalmaymiz u yerga taklif qilishga. Bugungi kunda mana 41 ta davlat teatrlari va teatr studiyalari faoliyat yuritgan bo'lsa, 1200 dan ortiq joriy repertuar faoliyat yurityapti. Aynan xorijiy dramaturgiyasidan tortib bugungi kunda milliy o'zimiz mumtoz asarlar, zamonaviy asarlarimiz va xorij dramaturgiyasi barchasidan tomoshabinlarimiz spektakllar topa olishadi. Faqatgina xohish va o'shanga salgina vaqt ajratishsa bo'ldi. Rahmat kattakon, hurmatli mutaxassislar, vaqt ajratib bizga, tomoshabinlarimizga muhim bo'lgan savollarga javob berganingiz uchun, rostini aytganingiz uchun alohida rahmat deyman. Azizlar, ko'rsatuvimizni tamomlashdan oldin sizlarga o'z fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga yuborishingiz mumkinligini eslatib qo'ymoqchiman. Yoshlar telekanalini ijtimoiy tarmoqlariga ham, bizni ko'rsatuvimizni ijtimoiy tarmog'iga ham o'z fikr mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. Biz siz uchun xulosa chiqarmaymiz. Xulosani siz chiqarasiz. Madaniyat sohasi, Madaniyat vazirligini mutaxassislari bilan bo'lgan suhbatimiz, ekspertlarimiz taklif qilingan mavzularga biz nuqta qo'ymaymiz, vergul qo'yamiz. Yana bir bor hamkasbim aytgandek kattakon rahmat islohotlar uchun va qilinayotgan ishlar uchun. Mana shu qilinayotgan ishlar, qilinmoqchi bo'lgan ishlardan yuzinglar yorug' bo'lsin. Yoshlar telekanali Rostini ayting tok shousi edi. Xayr, omon bo'ling. Sog' bo'linglar azizlar.